Daki şu garxınımızra qo'ylab qopdi, shuni berdi. Voy, oynim der qala. Shu Qachasini mayorda yavg'anti. Ha, ma'qul. Ish ichiramdi men. Ma'qul. Oui, nasıl diyor? Furkan? Voy? Voy, acha. Ha, yaxshi turdingmi? Yaxshi, acha, yaxshi tudingmi? Nima yaxshi. Nima qilyapsan? Men nima ishlar kutmish o'rniga kelgan Furkan. Futunni asrash qilay, kutmish qilay deb. Qanaroq turdi puton? Xali yaxshi. Manda bir bilan telefon qildim, qo'ylarcha menga bek jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Hozir buni nimaga yashinog'imi deymidim. Men ma bir zavod qilmoq buyurgan emasman. Hozirroq bir narsa chiqib qoldi, shuni olama jiddiy yana pul yordam qilib tursang bo'ldi. Voy, nima shu? Bo'lak ish yo'q-da? Yaş qilib ma pul men jiddiy o'g'rimsam hozir chiqib bo'lmaydi. Men nurg'on odamga mol bermasam bo'lmaydi degina. Qanchalik bo'lsa lozim-da? Telefoning ishlamayapti-da? Hozir shu men yo'lga ketib bordim. Qanchalik bo'lsa bo'ldi deyman. Ishqilib hozir 8 ming ko'ros bo'ldi. Ne ma'qul. Ma'qul men. Eng oz olgan 8 ming ko'rimiz onundan jiqroq o'z tex yaxshi, lekin menning bek qilmasam bo'lmaydi. Ma'qul. Men sana telefon qilay. Menga gap qilg'imda chavshinashlarlar oldirashib ketadi bular. Ma'qul. Men yo'lni qilib ham sana urib beray. Ma'qul. Ma'qul ancha. Jama'simda edemen sirtilganda. Ma'qul. Hakkın soğa 50 ming koy bergen. Qag'abizlik olsun bepado. Adashni aldirash vaqtida chirib qoldim nim do'konga. Aldirash olib qoldingmi ya? Ha, bo'ldi-da, shunda olib qolsa. Telefon qildi-ya, aytdilar. Xotin. Siz do'kondami? Ha, do'konda. Qaysa garxin telefon qilgan. Ha. Bitti pul lazım bo'lib qoldi acha deb ozroq bir ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Ne? Endi qadik pulni bermasir bo'lmadi. Osh pulni bir yil qilib beraylar. Tuturaman tala chiqib, men balani do'konda etdim. Telefon qaytarayapsizmi? Ne ma'qul. Adash, telefon kelib qoldi, do'kon chiqib chiray. Nima? Bo'ldi, ma'qul. Nima shu ham bog' etib o'qidim, qo'lda olta. Telefon qaytarib qo'yib, edim baya pulni qolishni qilish edi bu. Men qo'lqam tutmoqdimi? Voy. Do'konda bu ya. Endi gap qila, endi abiyama baloni do'konda bazar yo'q, bizdan paralanish bo'lib turdi deb chiqqan. Oldu dedim. Endi gap qila endi. Jamat men jiddiy pul lazım bo'lib qolganda. Nimaga? Men garxim ozroq bir ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Bir kitobni malga pul bersam açamışlar. Sen avarsiz bo'lib qoldi. Men jiddiy bir pul lazım deb. Men xizmat izlemey qo'yib etib tuzlularmi? Voy. O pulni men balla berib turgan emasman. Ne bo'lib kelib garximga? Ha? Pulni demas turib, hech kim berib turganda. Yo'q, shu berma degandek endi sanglar bizga lazım bo'lib o'cha shu. Berib bo'lar deb shu sanglar. Men lazım sen menga bermaylar, haqqa berib turdimi? Voy. Haqqı berib turgan shu berdi, teginchi basa men bilib beraman. Undan hozirman suylab baqsa. Men so'bek jiddiy pul lazım ekan. Nim bo'lib to'qizolg'ini? Haq qo'ylab bitib qolgan o'xshaydi. Bu da bir turun qilib banda da'vatmanda. Qarab tafsilotni so'ramadim, ajabiga pek jiddiy lazım bo'lib qoldi, hech kim malga pul olsam. Ne? Ma, olmaydi qadam qilib qopdimi? Deb pek jiddiy telefon qilgan. Ne bo'lib, ma'qul men hozir telefon qilib söylab xabarni berayman. Ma'qul. Xo'sh. Voy jonim der mag'zolim dedim, qoldi oldi.
Yarıkını bunu imdet kagendem de. Ahine telefon kılayım da pul dep. Pulun yolunu kıtlasın. Nim dedi onda, nim dedi onda. Veren oldu dedi ya. Şimdi koyup gittim de. Neden? Ya olmadı ya telefon ne? Ne? Ondan cazire çizlikma bilen tolum şernakla. Yaxşı özür çok analar yaxşı olma. Memi yaxşı, içi ballı çoğun salamet oldu ma. Sizler sılsın öz tuttu de. Emmelen çizlik. Vay bek yokulap getlik o. Soğuk çıkan taştakla. Vay baba şu. Oynaştırılın. Ne bulup da. Eylik pulman kebe yolunu kıpasırılıp diken şernakla. Bek zörü lazım olup kaldı. Uy kaç gözü takımın paydasını ağrıp verdim bu. Ya paydasını ağrıp kıpala, lekin yanıma bek zörü buldu paydasını ma kılmayla. Onu hem de var biz var. Karlaştık dep mevda saldık dep nima şirik dep bergen puluna git bir plan ki ma pulman lazım dep ağın bulmaydı şu. Hazır ma manda bu ma urustukkan iş çıkıp kaldı. Bolmagan bolsa sılgıma devcim ettim ma bek zörü olup Kim kaldı. lazım alıp koptu ki o falan. Ma mina kayın sanılımını bilirler görkünümle. Ne görküm ne bulup da? Şu azırak ticaret ziyan tartışmam da şunun da zörü dep telefon ki manga anim meras akınım. Şunun olan Damesto. ya işte ki şu görkünüm azırak koyup kaptı şunun berdi. Uy vaynim değil Allah. Şu bunun yolunu kıptasa depti me ağının berip tuğandım sen şu bana berip tuğma andığa depti ve bak koya telefonu buldu. Şimdi men yolunu kıptaydı. Bazı şu silik telefon kılışım gözüm merak kaldım. Görkünümü veren bol ve nime koyumçu koyup gitti dep anlap. Şunu zörü lazım olup kaldı bolmagan bolsa bilek şu olsa onu irzi tüzüm ettim seni. Bak ben neyim kılay körüşeyim. Da olup kalsın. Ciddi lazım olup kalsın. Ne makul. Daha sonra keşke Kaşıp çıkarını beri koyalım biri. görüşüp kavrını basam da sacıma. Maklayım. Saat tuda avar kuda. Yok maklayım. Boldu makul hoşundansa. Bu xinin kim bilen görüşüdüğünden de. Görüşüp kavrını basam da. Hani pulun yolunu kutlarsa işte kıllarında bolsa bazarın mesela olma olsa. Dükkanı çırayım işte.